Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlar. Hammanglarniki mush vaqti xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum Mavlanka. Choyxona Aleyküm assalam. kelganingizni qarshi olamiz. Bugungi tema mush yaqinda, ya'ni 5-oyning 5-oyning 10-kuni Amerikaniki Nuts jurnalida, Tor jurnalida e'lon qilingan kishilik huquq dunyosida jinsiy parokandachilik mavjud degan temadagi shu maqola va bu maqola chiqqandan keyingi bo'layotgan talash tortish, Uyg'urlar ichidagi shundoqlar g'arbliklarniki bu voqea qarta o'ziniki kuzatganligi qilgan bayonotlari haqida to'xtalamiz. Ya'ni bu maqola e'lon qilingandan keyin diasporadagi Uyg'urlar orasida kuchli g'ulg'ul qo'zg'ab qolmasdan Uyg'urlarning kuzatuvchi, Uyg'urlarni qo'llovchilar orasida kuchli g'ulg'ul paydo qildi. Chunki bu maqoladagi jinsiy parokandachilikka chetishlik mazmunlar Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Do'lqin Iso bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiriyat raisi Nuri Turkalga bevos chetishlik bo'lganligi uchun bir sezgir tema bo'lib qoldi-da bu. Hamda diasporada hamda Uyg'ur davosini qilib xalqaroda ko'z ko'ringan, xalqaroda lobbichilik harakatlarni tunilgan bu ikki cho'ng tashkilotningki rahbarlar haqidagi bu satchilik xalqaroda Uyg'ur davosiga bir salbiy ta'sir paydo qilganligi aniq. Shunga bu maqola yozg'ichning kimligini bilish uchun Google'dan tekshirib baktım. Chunki endi bu balki bu ikki shaxs o'rtasidagi ikki shaxsga qartilgan bir jinsiy parokandachilik haqidagi yozdim bo'lgan bilan, lekin butun bu Uyg'urniki bir obrazga ta'sir qiladigan nima bo'lganligi uchun undab qolib qolsa, men avval bu maqolani yozgan kim o? Ko'ringan bir shaxsmi yoki ko'rinmagan tuyuqsiz o'tirib chiqqan bir shaxs deb buni Google'da izlab aqtirib baktım. Bu maqolaniki yozuvchisi Haley Byrd-Wild degan bir ayolga Amerikadagi bir xristian oilasi cho'ng bo'lgan, yo'ldoshlar hozir Washingtonda yashaydi ekan. U hozir foyda olmaydigan, ya'ni no-profit organization deydi ekan. O'shaga Alberton axborot institutiniki muxbirga bu ayol. Bu axborot institutiniki tadqiqot doirasi har qaysi parlament qadar shundaqla kishilik huquq va tashqi siyosat sohalarigacha tadqiqot yapar ekanda, hamda yuqori siyosat sohasida. Bu ayolniki yozgan maqolalari New York Vaqt gazeti, CNN, Tashqi siyosat jurnali, Haftalik o'lcham jurnali, Nuts qatorliqlarda e'lon qilingan ekan. Demak, Haley Byrd-Wild Amerikadagi nufuzli axborot vositalarida maqola e'lon qilib kelayotgan bir ayol ekanligini, uniki yozgan nimalardan e'lon qilingan nimalarni ko'rib oldi. Bu hammasi Google'dan aqtirgan chiqqan materiallar. Boshqa bolalar aqtirib baqsa bo'ladi. Savollarga kirishdan ilgari bugungi asosiy tema shu jinsiy parokandachilik bo'lgandan keyin, ana bu jinsiy parokandachilik haqida bir tushuncha bergan bo'lsangiz, xalqaroda jinsiy parokandachilik haqida bir o'lchamlik bir aniqlik bormi? Bu haqda bir tushuncha bersangiz, onun keyindan savollarga kirsak. Rahmat. Bo'ladi. Qarab, bu jinsiy parokandachilik degan bu atalg'u G'arb dunyosida 1970-yildan boshlandi. Shuning uchun G'arb dunyosida bumi bir yangi hukmdir. Uning oldida ayollarga har qanday chaqchaq, nurg'un benormal harakatlar qilsa, asosiy jihatdan qonun jihatdan surishtirilmagan. Bu chiqqandan keyin bu rasmiy qonun jihatdan surishtirilgan bo'ldi. Men bu Amerikaning bir cho'ng shirkatida ishlayman. Har qanday Amerikaning cho'ng shirkatida ishlaydiganlar biladi, Amerikada har 6 oyda shirkatda bir jinsiy parokandachilik to'g'riliq dars o'tadi. 2,5 soat darsni anglaysa, andin imtihon bersa. Shu imtihonda 90% to'liq javob bermasang, o'tolmaysan, yiliq darsni qayta anglab qayta imtihon bersa. Ta aş imtihondan o'tib ketguncha sening kompyutering ochilmaydi. Xizmat qilolmaysan. Bu muhim bu Amerikada.
Unda siz jinsiy parakendlikni asosligida bir aniqlama bergan bo'lsangiz-da endi. Endi buning iliq kitobga bergan aniqlamasi taklif qilinmagan ya qarshi ilinmagan jinsiy qilmish deydi. Endi qonuniy nimasida qonuniy aniqlamasi taklif qilinmagan. Masalanga sen bir ayolga, u ayol seni taklif o'zligidan mayli bo'lmasa taklif qilsang, u qilmay, sen unda bo'lmagan sen o'zaro u ayolga ma'lum benormal ahvolni qilsang, u ayol uni qarshi olmaydigan bir harakatni qilsang, u jinsiy parakkanchilikdir. Buning qonuniy uninvited and unwanted sexual behavior deydi. Bu qonuniy aniqlamasi shu. Masalan, odatda jinsiy parakkanchilik to'liq vaqtlarda huquq yoki nupusli shaxsiylar o'rnidan foydalanib ilib borgan axloqsiz harakatlar. Buni jinsiy parakkanchilikning hozirgi xalqarodagi qonuniy asosiyatning qonuniy aniqlamasi deydi. Buning hamda keskin aniqlamasi yo'q. Bu harakatlarni manda ip baqsang, sen ayollarga bizning idoralarda masalan ayollarga mundaroq chaqchaq qilib qolsa, yo bir tikilib qarab qolsang, ishqi bir sal benormal qilsang, hammasi jinsiy parakkanchilik uchraydi. Jinsiy parakkanchilik uchragan odam qilib qolsa, u idora andin bir seni ustingda arz qilsa, uni allegation deydi. Nurg'un u allegation degani seni ustingdan qilgan arz texi isbotlanmadi degan gap. Uni endi isbotlab chiqib qolsa, shuni shirkat darrov seni xizmatdan to'xtatib yetadi. İdarenin nurg'un vaqtlarda idoradan seni xizmatini ip tashlab yetadi. Endi ayol bo'lsin, er bo'lsin, jinsiy parakkanchilikka uchragan odam bu odamning ustidan masalan arz qilib nurg'un vaqtda pul talab qildi. Oldida men bir necha yilga 12 million dollar pul arz qilib olganlarmi bu? Qonun jihatdan cheklangan-ku. Endi bu jinsiy parakkanchilik degan Amerikada erlar ayollarmi erlarga ip borganmi jinsiy parakkanchilik bo'ldi. Masalan, bir necha yil burun bir idoraninki CEO boshlig'i ham o'zining idorasi o'xshaydi. Endi bir bola, yosh bola uning yordamchi bo'lib kelib ekan. Keyin u yosh bola ayolning ustidan u bolami nima qildi? Ustida shikoyat qildi. Bu men kirsam doim men qashatadi, mo'ramni silab qo'ygan, yompishimni chimdab qo'ygan deb bola ayolning ustidan shikoyat parakkanchilik qildi deb eng oxiri sud bu bolanikin to'g'ri chiqib, u shirkatning bu bolaga bir muncha pul yeb berdi. Amerikada hamma narsani eng oxiri pulga taqaydi, to'g'rimi? Ziyon qilgan odam pulga taqaydi. Uyg'urlar shuni bilsa bo'ldi. Endi qara, buningdan biri Uyg'urlar bu jinsiy parakkanchilik degan Uyg'urlarda xeyli jiq. Endi bu burun bu atalg'imi endi Uyg'urlarda yeni. Bu atalg'imi Uyg'urlar yeni bu oynayotgan burun g'uljilarda yerlarda bundaq odamlarni stili nachar deb qo'yadi. Stili nachar deb qo'yadi. Biz u yoqlar burun g'uljilarda. Endi jinsiy parakkanchilik degani menmi bu da o'rgandim bu atalg'ini. Buni nim deydi kelsa, lug'atlarda hammasi ishlatadi, jinsiy parakkanchilik deydi ekan. Endi odatda jinsiy parakkanchilik Uyg'urlarning ichida xeyli jiqqo, masalanga ayollarga chiqingan ahvol, uyi buzilib ketgan ahvol, ajrashmay turib uning eri bilan yo uning xotini bilan to'y qilgan ahvol, buzilgan ahvollar Uyg'urlarning xeyli jiq. Bu Uyg'urlarda emas, nurg'un hamma millatda bir umumiy holat. Endi buda Dolqin Ayso bilan Nuriy Turkanning ishi bunchalik g'o'lg'ul ko'tarib ketishning masalasi undan burun bunday ishlar yomonchiq Uyg'urlarning ichida, Amerikada muncha hamiyat bor. Ko'tarib ketishi bu ishning bu jinsiy parakkanchiligi Uyg'urlarning ichida tuncha qatam bir xalq aralashgan bir parakkanchilik aylangan. Uyg'urlar buni avval tashviq qilib, endin inglizcha to'rda inglizlar boshqa millatlar anglanmaydi. Buni Uyg'urlar ingliz to'rdagi xabar orqali
dünya anlandı. Şunun için nurg'unlar biz o'zimizning chavimizni dunyoga chashmayli deydigan, bular manban uqmagan gapda. Bu yerda Uyg'urlar hech kim buni bir chashqini yo'q. Shu g'arb dunyosida chiqib, anglanib, e'lon qilinib bo'lgandan keyin endin Uyg'ur nimasiga keldi. Ikki narsaning farqi bor. Masalanga bu Do'lqin bilan Nuriy Turkanning ikkisining farqi bor. Nuriy Turkanda u yerda qonuniy jihatdan javobgarlik yo'q. Chunki u ayandiki o'z mayli bilan bo'lgan narsani u qonun jihatdan javobgarlik bo'lmaydi, u sudga borsami qabul qilmaydi uni. Ishkinglar o'z maylinglar bo'lsa, o'zinglar ishlaydi. Lekin biz Uyg'ur xalq orada buning axloq jazosini tortsa. Bu axloq jazosini xalq ichi tortsa, oilang tortsa, buningga sana uningga nurg'un shirkatlar mushtaq qilibdi degandan keyin seni bir xizmatlarga olmaydi. Bu sening orqangga kirgandan keyin bu olmaydi bu. Bu nayti bu muhim. O Do'lqinninki jinsiy parakanchilik u qiz bola shikoyat qildi. Menga jinsiy parakanchilik qildi deb men angladim. Nima Arslanma o qizni Arsayda bir so'hbat o'tkazdi. O qizning degini meni Arslan qilgandan keyin menga ashta benormal harakatlarni qildi. Men demaydigan, lekin u qiz yana 10 necha odam shundoq degan misollar bor. Namsiz odamlar deb shuningda deydi. Shuning uchun ham Do'lqin Aysomi o'zining yozgan Twitter'da hozir X deydi-ku, shuningda yozgan inglizchadimi Do'lqin Aysomi o'zining benormal axloq harakat qilganligini, normal qilmishlarning mavjudligini o'zim iqro qildi. Endi bu qiz masalanga shikoyat qila oladi Do'lqin ustida. Masalan, pul badalaydi, unda dalalaydi. Deyslar u bo'lmaydi. Uni degandan keyin uni advokat uni isbotlaydi. Isbotlab naq bo'lgandan keyin endi u qizninki nima chiqdi? Hozirgacha allegation deydi. U bir bayon menga qildi deydi. Lekin uni rasmiy suddan eng oxiri isbotlab chiqib, suddan e'lon qilmoqchi u bir haqiqat bo'lib bayon qilmaydi. Lekin Do'lqin asosiyatdan o'zi iqro qildi. Shuning uchun u qiz bola agar Do'lqin ustidan shikoyat qilman desa, u qiz bolani utish nisbati yuqori bo'ldi. Jinsiy parakatchilik degan asosiyatda mushundaq mazmun oldi. Biz idorada har yili 2 qatam imtihon beramiz. Jinsiy. Shuning uchun odam hozir birovlarda idoralarda ayollarni ko'rib qolsa, bunda yaxshi bundaq chiroyli yozinib kelsa, voy sen shunda chiroyli yozinibsa, voy shunda kuyiming yaxshi turibdi debdi. Hozir unimi demaydigan bo'lib ketdim men. Voy bekorda meni ustimda bir nima qilsa deb hozir uyda ishlasakmi, yana shu darsni anglaymiz. Amerikada hamma idora organlariniki shirkatlar ashundaqmi? Çoğ şirketler, mesela küçük şirketler, onda kılamda kılmamda uqmayman. Her qandaq Amerika'nın çoğ şirketlerinde jildi şirketten müştəğurluq ders anlaysan, imtihan bersen. Ötənməsən, xizmetini davamlaşdıramaysan. Ama Gollandiyada yo'q ki, men 9-10 yil oldu. Gollandiyada ishlayman, men unda bir yillikka nimasini bu yerda kursini. Bu Amerikada buni bu çoğ narsa, bu ikkisiniki tunji qatam bir Uyg'urlarning bu xil jinsiy parakatchiligi, bu xil jinsiy benormalligi xalq aralashgan bir misolga aylandi. Endi bu naytmi cho'ng masala, buni Uyg'urlar bunda yo'qlik qilib aslar, bunda qilib yetib qolsa, masalanga bo'lmaydi. Men o'sha jarayonda men mushu xizmatim qilib, mushu telefonimni qo'yib qo'ymay yinimga. Mushu dunyoda bo'lgan tushak, parang, suhbat hammani atgan bir chetda anglayman. Xizmatimni qilavermay, yozadigan, suhbatlarga yozadigan narsamni so'zlayvermay, bu telefonim so'zlayverdi. Anglaverdi. Shuning uchun nurg'unlar anglab chiqdi. Endi mushu to'g'riliq mamshada bir nima Davitda endi savoling bo'lsa, endi men bir necha mushu to'rlardagi paranglarni baksam bir necha turga aylandi ekan. Men bir chetdan shularni deb baqay. Endi savoling bo'lsa, shu har birsiga sen qo'yib mangqini. Nima? Birinchi savolim bo'lsa endi. Savolni Twitterda aniqani o'tsak deydi, aningga. Bo'ldi, de. To'g'ri tushuncha, men ularga gapingizni berayotman, savol tayyorlab qo'yaman. Birinchi savol, Nuts jurnali qandaq bir jurnal?
Nuts jurnalda Dolqin Aysa bilan Nuriy Turklar haqidagi jinsiy parakendchilik haqida maqola e'lon qilingandan keyin diasporadagi Uyg'urlar orasida bu jurnal Xitoyning Janubiy Sahar gazeti bilan bog'lishi bor degandek farazlar o'ttirg'i chiqib, bu Dolqin Aysa bilan Nuriy Turklarga qilgan suiqasd deydiganlar o'ttirg'i chiqdi. Ba'zanlar bu mustaqil bir jurnal, buningki Xitoyga aloqasi yo'q degan gaplarmi bor hamda turniyas bo'layotgan narsa. Sizcha bu Nuts jurnali rostla Xitoy hukumati bilan bog'lish bormi? Bu jurnal haqida o'zingizniki to'rda ko'rgan bu vaqt izlab baqqanlaringizni bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz rahmat. Men to'g'ri kirib qarab baxtim bu notus. Notus degan bu gap asli qadimki grek tilidan kelgan gapga. Uning ma'nosi bilish, uqish, tadqiqot qilish degan ma'noga. O notus degan gapning ma'nosi shukan. Men hozir ta mushigacha kirib baxmabman. Kirib qarab baxsam, buni qurgan odam burun Amerikada Politico deydi. Men u xalqaro suhbat so'zlaganda u to'rni to'liq kirma, o siyasun degan to'rbatni qurgan odamga. Yani bular bir yeni xil usul bilan mushu dunyo bo'layotgan kongressda bo'lgan, mushu Amerika siyosatchilarida bo'lgan shaxsiylarning, donliq shaxsiylarning o'tirib bo'lgan masalalarni oshkorlash va analiz qilishga bularning. Shuning uchun bumi men burun kirmabmankan, mana qarab baxsam Amerikadagi muhim iqlim sohasidagi bir iqlim masalalar haqida bir nima ekanda bir vosita. Bir vosita media ekanda bu shuni qildim. Endi sen deganda birinchi buni Xitoylarning Xitoylar hisobay dedim, to'g'rimi? Janubiy Sahar gazeti aloqasi bor deb bor. Buning borligini isbotlanmaymiz, yo'qligini isbotlanmaymiz. To'g'rimi? Masalan, bu bo'lgansa Xitoy bu jihatga bularga pul berib, bularningki iqtisodiyotdan mushu notusniki yordam berdimi, ishkilimiz tutmaymiz. Bu bir noma'lumsan, bizning orqa ko'rinishimiz yo'q. Lekin bu masala muhim masala emas. Muhim masala voqeani yuz bergani. O Xitoy yordam qildimi deyli? Xitoy yordam qildi yaşı endi shu qilish orqali bu ishni vayron qilaylik, bu ishni vayron qilamiz degan bo'lsin deyli. O'sha haqiqatni qabul qilaylik. Ha? Lekin buning oldingi sharti bu ikkisida bu voqea bor. Ana Nuriy Turkiya istiqbol berib chiqib ketdi. Dünya Uyghur Kişilik Hukuk Teşkilatı'dan. Eğer bunun da çok hiç kadar ne bulmasa o istiba vermedi. O mu bir Amerika kelgen yaqqı muşnum için kuraş qilib kelayotgan bir bola. Nuriy Turkiya burun bizning Kaliforniya turatdi. Bizning mishada. O vaqtda hammamizning yosh vaqtlarda 20 yil, 20-30 yil burun qishlarni davatmas. Nuriy Turkiya bir yosh balti to'ymagan bolalardi. O vaqtda o bu yerda o'sha bizning Kaliforniyaga tunji namoyishiga yetakchilik qilgan bolalarning biri. O vaqtda o nayt xushxo'y, kamtar, bir yat ish bo'lsa jugrab yurib qildigan ishlar bo'ldi. Endi Washington ketib sal o'zgarib ketib qopti. Shundaq bir bolati, endi u shu qilib advokat o'qib, shu xizmat qilib eng oxiri Amerikaning diniy ishlarningki bo'limining direktori qadar o'sib bordi-da, o'sib berib endi bu chaplasa bu Nuriy Turkiyaning nimaga istiqboliga va buningki obro'ga zo'r ta'sir yetkazgan gap. Amerikada intayin ig'ir oldi bu jinsiy parakatchilikni. Albatta Nuriyninki qilgani ayolda ichi o'z maylimiz bilan qilgan deydi. Shuning uchun Nuriy bu yerda Nuriy to'g'ri hech qanday qonuniy jazo bo'lmaydi. Hech qanday qonunga sotqa borsangmi olmaydi. Nuriy u ayolning ustidan shikoyat qilaydi. Menga bunday qilgan deb qila oladi. Bu bir bu ayolni Nuriy qilib qolsa, Nuriy manda qilgan desa, u Nuriymi u ayolga ustidan bu manda nim qilgan deb qila oladi. Shuning uchun bu o'zmayli bilan bo'lganning qonuniy jihatda hech qanday mas'uliyatchanligi yo'q, lekin axloq jihatdagi mas'uliyatchanlari nurg'un yerlarda Nuriyning oldiga bir to'solg'i bo'lib qoldi, bir cho'ng dog' bo'lib qoldi. Shu bu mesela şunun için o doktor Aysa kelsak o o'zi ixro qilibdi ana. O'zim ixro qilibdi, aqlni so'zli diye. Shuning uchun bu masalada Xitoyning qo'li bormi, yo'qmi? Bor bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin. Buning hech qaysimiz birini dallanmaymiz, lekin haqiqat bor, fakt bor.
Shuning uchun bu yerga masala uning orqali bu ishni yuyib etolmaymiz. Bular ikkisi bilan to'xtab qolmaydi. Bu butun Uyg'urlarga ta'sir yetkazadigan bir narsa. Shuning uchun bu Xitoyningki misolingga bormi yo'q, u muhim masala emas bu yerda. Yani İkinci sual, cinsiy parakendlik haqidagi xabar Uyg'ur tarafidan emas, balki bir Amerikalik muxbir tarafidan tadqiqot institutining jurnalida e'lon qilindi. Buni qarata diasporadagi Uyg'urlarning qaysi xil shaklda inkos qaytarishi Uyg'urlar qo'llayotgan g'arbliklarning Uyg'urlarni tunishda muhimmi? Albatta muhimda. Sen masalanga Nuri Turkan Uyg'urlarning ichida hozir qadar xalqarada eng tunilgani. To Amerika'nın o bevosita Amerika'nın şu palatasının har qanday odamlar bilan ko'rishalaydi. Hem Nuri Turkanning roli cho'ng bo'ldi. Amerikada whisper power of whisper deydi. Masalan Nuri Turkan bevosita sanit bo'lsin, palata a'zolarining yiniga berib, kafe ichib, paranglashgan vaqtlarda o'zining maqsadini ularga odat o'tib parang qildi. Xuddi Uyg'urlarmi masalan g'aybar ishlarni hal qilish uchun shaxsiylarning yiniga berib, bunda o'tirib, bunda paranglasak shal bo'ldi-ku. Nuri Turkanning shu aloyligi bor. Uyat bo'lgandikan, ham bu diniy ishlarningki direktori bo'ldi. Hozir u yerdan chekinib chiqyapti-ku deyim bu bir 2 yil vazifasi tutgandikan. Diniy ishlarning parakatchiligi buni uchirgandikan, u odamlarni Nuri Turkan bilan bu to'g'ri parang qilishdan o'zini tortdi. Shuning uchun tortdi. Nuri Turkanning burun masalanga bir sanitar bilan voy Uyg'ur davosi so'zlashaysa, uning bilan bundaq tanab suvoqlarda kafe içip durup, yine bundaq bir paranglashib turib, bundaq parang qila oladi. U Uyg'urlarda hech kimda yo'q. Elnigarda bor. Elnigarda bor. O Aqsarayliki o Elnigar hukumat ishlagandan keyin o birindan sirtqa chiqolmaydi. Elnigarda bor. Nuri Turkan bu ishga Amerika'nın amaldorlarining yiniq kirib, bunda o'tirib, xuddi bir ishni paranglashganda, men senga Abdurimovga bunda uyda bunda ish batdi oldi shaxsan, bunda qilib bersang desam, Buludovga men qilib etay. U bu deb bunda tutishgan ma ish g'ayvaqda cho'ng so'zlagandan kuchli bo'ladi. Buni inglizchada power of whisper deydi. Pichirlashning kuchi deydi. Kuturti deydi. Nuri Turkan shunga erishganda, hozir kitobga deb chiqyapti. Biz shu bir kuchdan ayrılıp kaldık. Dolqunmu masalanga? Dolqun aysamı, meylese yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rmagan, ashuyliq parlamentlar bir jig'in, BDTlar jig'in bor de. Aqchan masalan 11-oy chiqib ketsa, Dolqun aysam masalan BDTlar bir xizmatga erishib qoladi. Aqchan 17 Dolqun aysani bir xizmatga o'rinlashtiradi. Lekin hozir bularning hammasi yo'q edi. Hammasi tugdi. En yediğim depti o keyin nimeside Dünya Uyghur Qurultayını en yediğinin yetakchilar guruhidan to'xtatdik degan. To'xtatib qo'ydik degan gap chiqdi. Bularning hammasi yo'q edi degan so'z Uyg'urlarning mishad bo'lgan aloqasi yo'q edi degan gap. Shunda o'g'anda bu qatimqi bu jinsiy parakendlik Uyg'urda cho'ng bir zarb bo'ldi degan gapda, ya'ni pasif ta'siri cho'ng. Endi chunki Uyg'urlarning sanja oldidamış Amerikaning siyosat, dunyo siyosatida oldiga chiqib ketgan ikki odamdan bunda chiqqandan keyin xalqlarning umumyuzlik millatga bo'lgan tushanchisida zo'r minus paydo bo'ladi. Darajasi tushib ketadi Uyg'urlarning. Endi Amerikaliklar davlat manfaatini tutib bunda ishlarni g'ayvaqtda qaraydi, lekin har qanday odam hissiyotchan. Mandaq bo'lgandan keyin mani to'xtatdik. Bu yana bir odamni achchiq mishakas uningmi gumon bilan qaraydigan bo'lib qoldi. Chunki bu chitishib qilishni xohlamaydi. Shuning uchun bu masala Uyg'urlarning ishiga pasif rol o'ynashda xeyli cho'ng ta'siri bor. Hamsa yana bir savol. Dolqin Aysa Nuri Turkan haqidagi jinsiy parakendlik maqolasi e'lon qilinib, bir haftadan keyin, ya'ni 5-oyning 17-kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mudiriyat raisi Nuri Turkanning istifa berib, uning o'rniga sobiq muavin rais doktor Justinian Rodelson Ben Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yangi mudiriyat raisi bo'lganligi e'lon qilindi. Nuri Turkanning istifa berishining oldida Tor dunyosida ba'zi uchurlar tarqaldi. Ya'ni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan hamkorlashayotgan o'rinlar ba'zi bir kurishlarni to'xtagan bo'libdi, yordam pulini kesidi ekan degandek. Buningga siz qanday qaraysiz?
Ma bir savol. Nima? Nuriy Turkmaniston so'ling tuydimi? Ma 2 savolga men depam yana bir savol so'ray. Endi qara, o rais asli Uyg'ur bo'lsa yaxshi-da. To'g'rimi? Bir rais Uyg'ur bo'lsa boshqa odam ming aslimi o'xshamaydi. Nuriy Turkanning Uyg'ur bo'lishi har qanday yerdan Nuriy Turkan mayli uningga pasif qarayli, mayli aktiv qarayli bir yerga chiqqandan keyin ma Uyg'urga deydi. Uyg'urning vivisi eslatdi. Hozir o Justin degan bu burun ilaq Oasis of Desert ilaq qumluqdagi o'qiyan degan bu bir kitobni yozgan Uyg'urlar haqida. O misha doktorlik ag'a mishadi, o Yahudiy-ku deyman. Mishad o'qigan Uyg'urlar haqida bir kitob yozgan. 2090-yillar yozgan o kitob. Shu vaqtda o'qigan. Shu vaqtlarda men ko'rashgan uning bilan. U hozir bu bizdimatlik odam 60 ishib ketgan bizdimatlik bir odam bo'ldi. Shu vaqtlarda doktorlik unvonini ip bo'pti. Ya ammatga magistrlik qilib doktorlik unvoniga iltimos qilib yurgan vaqtlar ekan. Shu vaqtlarda 35 yoshli sama 60dan 65ga kirib qolgan bir o Justin yozdi. Lekin Justin haqiqatan so'zsimi Nuriy Turkanninki Uyg'urlar bo'lgan rolni o'ynay olmaydi. Nuriy Uyg'ur. Bir yer shundan chiqsa o Uyg'ur deydi. Shu o'xshamaydi-da, uning roli o'xshamaydi. Nuriy Turkanning bu raislikdan chiqib ketishi, bu yoq qilishi Uyg'urlarning xalqaro cho'ng sahnalarda ta'siriga jiq zarba yeydi deb tushansam bo'ldi deyman. Endi nüfuzu bir adamning orliq qarashimda bu bir pasif omil Uyg'urlar uchun bir ichinarlik ish. Endi Nuriymi, endi bular qilgandan keyin Nuriy ayat bilgandan keyin bu qonunni o'zi advokat. Uni o'zi Amerikaning butun qonun intan bar testlardan o'tgan advokat. Endi ahvolni o'zimi aning bo'lgandan keyin ma'lumot berib istibo berib chiqib ketdi. Endi u yer turish istibo berdi, hamma ishchidan tarafdan odatda istibo bergan odamlarga besim ishildi. Seni ya to'xtatib bitmiz, ya istibo berib chiqib ketdin deydi. Yani so'rgan savolim so'ratayamda. Nuriy Turkan o'zi istibo berdimi yoki uning kelgan besim sababli istibo berishga majbur bo'ldimi? Bu savol endi. Uni uqmaymiz. Nurg'un maslanga men bir idorada bir xatolik o'tkazsam, qaq idoralar. Mening boshlig'im qaqni menga tanlash berdi. Istibo berib chiqib ketamsan, ya bo'shib yetamdoq. To'g'ri. Bo'shib yetamdoq. Bo'sh terminated devasan o seninki tarixing kirkitdi. Bir yana kim bunda qarsa, buni manda yerdan xizmatdan to'xtatib chiqarib yetibdi deydi. O cho'ng kamchilik. Istibo berib chiqasan, sening tarixingga yetmaydi. Bu yana xalmay o'zim chiqib ketgan deydi. Shu uchun nurg'un vaqtlarda bunday yerda Amerika shirkatlarida sana tanlashni beradi. Shuning uchun bu istibo berib chiqyaptimi, besimosli chiqyaptimi, uningga biz yakun chiqarolmaymiz. Uyg'ur kishilik qurilishi men hozirgi tushanchamda bu Uyg'urlarning o'zining tashkiloti, hamma shu Uyg'urlar shuning mas'ul, ana Uyg'urlar boshqalarni endi ishida mandat tushunatdim-da, endi hozir men bu Nuriy Turkanlikka istiqborib ana o'rniga bir Amerikalikning o'tirib chiqishidan tang hamda dedi-ku birinchisi ayak milliy kimlik yo'qoldi degan gapda hamda men so'zga biya chiqib qolgan vaqtda. Ikkinchisi biz Uyg'ur kishilik huquq bu qurilishi Uyg'urlarningki o'zining qurib uning keyinidan netdan iqtisod yordam olgan tashkilotimi va yoki qanday bir tashkilot buni mudiriyat a'zosi kimlar o'z ichiga oladi asli bunga shu tashkilotning bir odam so'zlab berganimiz texnik yaxshildi-da buni bilsangiz bo'z mushaq qilib azroq tushunchasin chunki buni men bilmaydi ekanman-da chunki nurg'un qarindoshlarimiz bilmaydi shuni azroq to'g'ri tushunchaga bo'lib qolaylik. Sen bilsan bo'ldi diqqat qilsam men azaldan suhbatimda bu Uyg'ur kishilik huquq projekt deb qisqartib olaylik. Buni men hech qachon mustaqillikni talab qilmayman deb tanqid qilgan emas. Chunki bu Uyg'urlarning tashkiloti emas. Buni dastlabda bu tashkilotning borligi iltmushda bir Uyg'urlar kerak deb yo'lni mangan, dastlabda mangan Nuriy Turkan bilan Robimda. Bu N7ning ichidagi bir tashkilot.
Xuddi sening idorang kirsang nurg'un bilimlar bor, to'g'rimi? NEDning ichiga kirsangmi Iranning bir bilimi bor, masalan Afrikaning bir ashta nurg'un bilimlar, Tibetliklarning bor, shunga o'xshash bu Uyg'urlarning bir bilimi. Buning rahbarlik kuchi, iqtisodiy asosiy bekitmash hammasi NEDninki qo'lida. Uyg'urlar buni hozir bu yerda 12 odam ishlaydi. Bu Uyg'urlardan 12 odam. Bularning hammasi mishada ishlayotgan xizmatchilar. Hesapda Xuddi sen netniki ishlik adamlar bo'ldi, shundaymi? bu tashkilot NED tarmog'idagi tashkilotlar. Manda aytsang, sening idorangga borsang, mayada bir bexatarlik bilim bor, IT bilim bor, nurg'un bilimlarda shu NEDning ichidagi bir bo'lim bu. Har bir masalan idorang borsang, har bir bilimning direktori bo'ldi-ku. Umar hatta shu Uyg'ur bilimning direktori, ayat İran bilim bo'lsa, uning bir direktori bor, Tibet bilimning bir direktori bo'ldi, Ukraina bilimning direktori bo'ldi. Shuning ichidagi bir direktor bu Uyg'urlarning tashkilot emas, Uyg'urlar uchun xizmat qilish uchun yaratgan Amerikaliklarning tashkiloti, shirkati deb tushunsanlar bo'ladi. O nima Umar Qanot akamiz u yana boshqa emasmi? U raismi? Direktori. Masalan, o shirkat shu Uyg'ur bilimning direktori. Tibet bilimi kelsan, ularning direktori bo'ldi. Hamma direktorning to'pi tutib turgan bir mudiriyat rais degan nechada qandaroq tushimiz buni? Shunda o'ganda u mudiriyat raisi bilan ayadagi mudiriyat executive director shu Uyg'ur bilimininki. Uning huquqi u yerdan saklab o'tmaydi. Bas Nuriy Turkanlan Umar Qanotning ikkisini Nuriy Umar director. Direktori. Nuri board member deydi. Nurining darsi shu Uyg'ur, yana Tibet nurg'un yerlar ichilgan keng doiradagi boardlarga uning ko'z yetidi, aqldi. Men birini tushansanglar bo'ladi. Umar Qanot, ya'ni 12 Uyg'urlar hammasi u yerda maosh oladigan xizmatchilar. Xuddi men idoramda xizmat olaman, maosh olman, idoram endi meningki sug'urta pulim to'laydi, menga nurg'un berilgan pay, manfaatlarni beradi. Bular bizga o'xshash xizmatchilar. Nuriy Turkan maosh olmaydi-ku deyman. U maosh olmaydi, NEDdan hech qanday pul olmaydi. Mening tushunishimcha agar xato bo'lmasam, uni observatory deydi, buni kuzatish. O'sha hamma ishlar qanday ketib bordi, shuni kuzatib turadigan rais bu. Shuning uchun buni Nuriyninki darsi yuqori bo'lgan bilan u maosh olmaydi. Mening bilishimcha maosh olamdi, olmamdi. Bular Umar Qanotlar buningda arilib qolsa, jonbek ishi tas. Nuriy Turka albatta maosh olmaydi, chunki u oyoqda ishlaydi, ham o'zi advokat o'zining ishxonasi bor. Biz advokatlik bilan jon boqadi, ikkisi o'xshamaydi turi. Nimalar o Dolqin Aysalam shu NEDdan pul oldi, lekin ular olgan puli ma Uyg'ur Human Project bilan bir emas. Ayrim. Yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana nima bo'lgan deymiz, o'z oldi ayrim bir nima. Netdan yordam oldi, lekin Uyg'ur kichik proyektga o'xshash netdan tarmoqga bir emas, shundaymi? Shuning uchun Uyg'ur Human Project'i ular hech qachon mustaqil demaydi. Mustaqil deyishni ular manda aytsang, mustaqil bo'lishni ular ashta harakatlarni oldini oladi. Chunki bu NEDning ko'z qarashida mustaqil bo'ldi degan urushni, qon to'kishni, qirilishni nurg'umush palatda mushundaq narsani ko'z oldiga keldi. Bular shularni to'xtatish, ashning oldini olish uchun, shuning uchun o'z taqdirini o'z belgilash degan shu jamiyatning ichida shu davlatning huquqlari ostida o'ziga o'xshash bir nima bir o'z oldiga hokim qildigan manda biz xuddi Amerikaning har bir shtatining o'zining soqchisi bor, o'zi pulni iqtisodni qildi, o'zi qildi. Amerikaning har bir shtati o'z taqdirini o'zi belgilaydi. Shuning uchun Amerika davlati 51 mush o'z taqdirini o'zi belgilaydigan shtatlarning to'plami. O'z taqdirini o'zi belgilash degan tubdan islam, shuning uchun u mustaqillikni inkor qilsa, mustaqil Xitoyning bir qismi deganni qabul qilsa. NEDninki vazifasi shu. NEDning daymina Uyg'ur kishilik projektining vazifasi shu. Uyg'ur ishlarini keng doirada tashviq qildi. Men ularningki nimasiga shunda qarayman. Chunki ularda Uyg'urlarning ichki ishini tashviqqa, doklad qilishda nihoyat yaxshi dokladlarni yozadi. Chunki ularning iqtisod manbasi bor. Cho'nqur qildigan odamlar, uning ichida 12 Uyg'urlar emas, nurg'un Amerikaliklar bor ishlaydigan.
ular nay tədqiq qildi, ularning manbasi mo'l, cho'nqurlab har yerlardan bir hujjatlarni aklaydi. Shuning uchun Uyg'urlarning ichidagi qirg'inchilik vasila, nurg'un masalalarni hal qilish uchun ashlarning hujjatini men nurg'un o'qiyman. Ularning ichida nurg'un odamga menga men nurg'un so'zlagan vaqtlarimda so'zimga foydali materiallar ko'p, mo'l. Endi yana bir savol. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Uyg'urlar uchun xizmat qilgan bir organ turug'liq Nuriy Turkanning ispaasidan keyin nima uchun uning o'rniga bir Uyg'ur chiqmay Amerikalik sobiq yani muavin rais yana shu Uyg'ur projektniki muavin raisi doktor Justinian Rodilson chiqdi deb bu aloqa to'rildimi? Men inkaslarga diqqat qildim-ku. Ba'zi Uyg'urlar gapdi. Yani bir ikki xil narsa bor, haqida yozgan inkaslarga qarasak. Birisi deydi, hozir endi mushundaq xabarning chiqishi bilan bu g'arb uzun tat Uyg'urlarni ko'zib kelayotgan Uyg'urlarniki bu ichki qism ishdan bek nima qilib ketgan bo'lgandan bir yangilik bir narsa bo'lmagandan keyin boshqa bir ba'zi bir qurilmalarni o'zgartirish orqali balki yangicha bir nimani olib chiqish mumkin degandek gaplar bor. Balki siz olgansiz Facebook, WhatsApp'da Facebook'da nimasi bor. Mushtaq bo'lishi mumkinmidi sizcha? Bu vaqtda qanday o'zingizning bir analiz bor? Nimishqa Uyg'urni olmay boshqasini chiqadi deganga nimani chiqarishida hamda chiqarib hamda bundan keyin o'z bevosita kontrol qilgan. Biz hozir siz matningizda chunki Uyg'ur kishilik projekt to'g'risida yaxshi tushuncha berdingizda, bir men uni rost gapsa men tushunmay ekan buni. Boshqa bir tashkilot o'sha normal bir tashkilot deb qarar ekan, amaliyot unda emas ekanda, u bevosita networkga ichki qismi qurilgan bir tashkilot ekan bu narsa. Endi uniki Uyg'urlardan endi biraslarkim shu g'arblikni qo'lga o'tib ketishi Anki bundan keyin g'arbga qo'lga o'tdi degan gap nurg'un tuzumlar chingaydigan gap, qoida qurollar chingaydigan gap, burunqidek endi nima emas, o chiqimliqi muntazamlashtirgan gapda, sistemlashtirgan gapda endi. Bushda bir sistemlashtirish orqali Uyg'urlarningki nimasininki davosini texnik kuchlantiradigan bir imkonlar bo'lamdi. Qara. Deganlikda endi bushda yozilgan inkaslar mushtarak gaplar bor-da, shuni deyapman hozir. Buningdan keyin bu Justinning chiqishi Uyg'ur davosiga aktiv rol o'ynamdi, pasiv rol o'ynamdi, texi biz birnim dallanmaymiz. Masalan, aqcham bu Uyg'urlarning ichidan bunchalar xabarlar chiqib ketgandan keyin ular shu Justinni taylaganda, chunki Justin Uyg'ur to'g'riliq kitob yozgan, tadqiq qilgan, shunda yaxshi bildi chiqargandi. Masalan, uning ichida boshqalardan birasi Uyg'ur, masalan, shu tashkilotningki direkt To'lqin Nuriyninki rolni o'ynay olamdi desam-da, rolni o'ynamoqni biroz tez. Masalan, Zubayra bor. Zubayra Shamshiddin masalan inglizcha Amerikada shunda yaxshi o'qigan, uzun yil faoliyat qilib yurgan ayollarda ashuni aytishqisi bo'ldi, lekin Nuriy Turkiyaga o'xshamaydigan Nuriy Turkiya rasmiy Amerikalik advokat, Amerika e'tirof qilgan advokat. Endi u yerga shundaq bir nemis bo'lsa, Justin Amerikada olgan doktorlik unvonini olgan, Uyg'ur yilini 40 yil Uyg'urni tadqiq qilgan, Uyg'ur haqida kitob chiqargan. Shuning uchun uning ichidami Justinga raqobat qiladigan bir Uyg'ur yo'q. Menimcha shu masala shuningdan endi ularning boshqa o'ylashadigan vaqtim bordi. Hozir Uyg'urdan bir mushunda ish chiqqandan keyin men Uyg'ur degan gap sal to'xtab tursin, boshqa bir odam chiqsin degandi. Endi ularning ichida bu qarorni qilishda nima maslahatlar bildi? Uni biz uqmaymiz-da, hech kim uqmaydi. Hozir bizni deganimiz faqat o'zimizning oshningga hozirgi holat qarab turib bergan qiyoslarimiz. Shunaqa. Yana bir savol, biz g'arb davlatida o'qib mushtarak xizmat qilyapmiz. Har qanday bir xizmat o'rnining yoki ijtimoiy siyosiy tashkilotlarniki o'ziga tushliq, o'ziga xos xizmat ichki muhiti va xizmat kulturi, ya'ni ekosistemasi bo'ladi. Buni siz yaxshi bilasiz. Bu qatimqi jinsiy parakandchilik ahvoliga Uyg'urlar obyektiv qarashdan o'rniga ba'zi bir Uyg'urlar bularning ichida va bularning hech qanday bularga nisbatan hech qanday ish bo'lmagandek beparvolikda, ya'ni oqlash tarafdori bo'layotganlarmi bor. Bu jinsiy parakandchilik haqidagi maqolaning 5i mundaq boshlangan. Yozgan maqolada eng 5i mundaq boshlangan. Ularning faoliyatlariga ziyon yetib qolarmikin deb ansirashdan boshlab, Jungoning josusi deb qaralinib gumanda qolgicha xonimlar kishilik huquqini qo'g'dash jamiyatida noto'g'ri istilg'o sukut qilish odati borligini bayon qilib o'tdi. Men tushunish bo'lmaymi gap? Buni jamiy qilib qo'yman. Ya'ni bu maqolaning 5i mundaq boshlangan. Ularning faoliyatlariga demak, bizning Uyg'urlarning faoliyatlariga demakchi-da, tashkilotlarniki.
ularning faoliyatlariga ziyon yetib qolarmikin deb ansirashdan boshlab Jungoning jasusi, ya'ni Xitoyning jasusi deb qoralanib gumonda qolguncha xonimlar kishilik huquqni qo'g'dash jamiyatida nihoyat jamiyatda noto'g'ri istilgan sukut qilish odati borligini bayon qilib o'tdi. Buningdan Uyg'ur tashkilotlarining xizmat qilish ichki muhiti va xizmat kulturini ko'ra olamiz. Maqolaning mushuni ko'rib olmamizda, siz bu maqolani o'qib vaqtingiz mana shu yozgan maqolani. Bu maqola qarta Do'lqin Aysa Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerika kishilik huquq qurilishining bayonotidan chiqib, buni o'qib vaqtingizmi? Ha, o'qib vaqtim men. O'qib vaqtim. O'qib vaqgan bo'lsa, birinchisi Do'lqin Aysaning bayonotiga, ikkinchisi qurultayning bayonotiga, uchinchisi Amerika kishilik huquq qurilishining bayonotiga keladi birdan. Masalanga Do'lqin Aysaning bayonida o'zi qilibdi. Endi u Do'lqin Aysa uningda yana samimiylik yo'q. Qizga bu so'rmabdi. Bu so'r. Ixro qilibdi, bak shu voqeani bo'lganligini bo'pti. Meningki nimamni xato tushunib qopti. Asosiyatni bir oqlash shaklida yozibdi-da, uningda ilaqa samimiylik yo'q. Qizni endi uni bir ilaqa bunda bir o qizdan apu so'rashmi yo'q. Lekin o'zining qilmishini ixro qilibdi. Qizda mushunda qildim deb uni ixro qilibdi Do'lqinninki. Shuning uchun bu masala kelganda bu masala bu Xitoy tarafdan o'ynagan Xitoy jasuslari ilib borgan ishmi? Bular Xitoy jasuslarimi? Bu qizni Xitoy jasuslari degan nima deb o qizning ismi? Asma Gulma. O qiz Xitoy jasuslari deganni menmi angladim. O gaplar bular muhim masala emas. Jasuslik shu jasusga deb ashuni shart qilgan holatdimi? Bu paket ashyoda. Xitoy seni bir jasus bir go'zalni qilsan, u yerga tushib sanam o'ynagan sen. Shuning uchun bu masalada biz Uyg'urlar bu masalani bundaq masalani o'zimizdan chiqqan kamchilikni qo'g'dashga, yepishga tirishmay, buni tanqid qilib, buni o'zgartib, buni oldiq surundan bunda ishlarning yana ashundaq davomlashishining oldini olib, buningki ishlarimizni aktiv bo'lishiga mayaqqa tirishsak bo'ldi. Bu ishni u yoqdan bu yoqqa surganning hech qanday ahamiyati yo'q. Endi Uyg'ur ayollari burundan tortib, bunda ishlar bizning tariximizdan jiq oldiga chiqib demaydi Uyg'ur ayollarchi. Ilaqa sat bo'ldi deydi. Masalanga bir Uyg'ur ayol masalanga chiqib, bizning oldimizga kelib mushta ish bo'ldi desa, biz u ayolga bo'lishib, qarshi tarafni bir mo'yn tanqidlashimiz mumkin. Shuning bilan bizning madaniyatimizda ayolga gumon tushadi. Ayolga bir xil pasif ko'z qarash paydo bo'ladi. Endi u pasif qarash u ayolning hayotiga davomlashishi mumkin. Yillar o'tgandan keyin u menga mandaq, masalan, u ayol kelib, u meni beligimni manda tutib qo'ydi degan bo'lsa, bir 2 yilga u odam kelib meni suyib qo'ydi deyishga o'zgarib ketishi mumkin. Uningki u ayol kelib meningki o xalqlarning ichida bu tarixda yo'qlab ki bu ayol buni yuyolmaydigan yerga yetib qoldi. Shu bu yo'qnab berib bu. Xalqning oldida yo'qnab eng yo'g'ongan bir yeri bu faktga xalqlar shuni fakt deb qabul qilib, bu ayolning butun jamiyatda yashash obro'yiga, buningki yashash xalqarodagi munosabatiga intan cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun nurg'un ayollar bu ishlarni imkoniyatda sukutli o'tkazadi. Burun g'uljilarni o'rinchilar o'qib vaqtida yoshlarda ashta ish bo'lib qolsa, asos ayollar sukutla o'tkazib yetadi buni. Endi hozir xalqaroda feminizm chiqqandan keyin bu nurg'un g'arbda ayollar chiqib davrdi. Hozir g'arbda bir ayol chiqib, mening ustimda bu mandaq qildi va uning bilan men yetib qoldim deysimi, bularga hozir obro'yiga ta'sir etmaydigan bo'ldi. Feminizm degan to'g'risini bir tushuntirgan bo'lsangiz-da, buni jiqqa deb. Feminizm shu ayollarning, mana qisqa yaplaq tilda aytay, ayollarning huquqini har darajada qo'g'dash degan gap. Her derecede kichik ish bo'lsinmi, ursin, qilsin, u ayolning bo'zak etsin, jinsiy parakatchilik qilsin, barliq tarafda uchirgan pasif shamollarning hammasiga taqobil turib, qo'rqmay chiqib oshkorlanglar degan gap. Shu. Endi sizdan Dunyo Uyg'ur qurultayini bayon o'qib vaqtingizmi? Bu vaqt buning nima bor? Nima?
Dünya Uyghur Qurultayınınki bu qatimki shu jinsiy parakendchilik haqida e'lon qilgan bayonot o'qib baqdingizmi? O'qib baktım o bayantını, qeneti, nerede bir yer kögendim onu bayantını. Bir yer okumadım. Abay sen bana bergendin keyin o'qigandim uni men. Uningda to'xtab turar, nerede qildim men bir yerda mana mavut nima qilay to'xta. Bayant inglizcha mana. İngilizce state for immediate darrol bunu e'lon qilish debdi. State bayonot deb olibdi. Dünya Uyghur Qurultayı mana yaqinda bo'lgan bir yurish allegation degan ayıplashlardan bo'libmi prezidenti Dolqun Ayso bo'lgan ayıplashlardan Dolqun Ayso Dünya Uyghur Qurultayı bearam bo'lyotidi. Biz Dolqun Aysoninki Apple so'rashidan hech qanday o'zini nima bevosita Apple so'rashdan mundaq uni kuzatdik. Dolqun Ayso o'zi Apple so'rdi buningdan. Endi bundan keyin biz mushu bundan keyin Dünya Uyghur Qurultayı bunday ishlar bo'lmaslik uchun biz bir yurish islohotlarni ilib boramiz. Existing loophole weakness debdi-da, bo'shliqlarni to'ldiramiz, ojizliklarni to'liqlaymiz. Bu bizningki ishchimizdagi sistemga zo'r, g'oyat zo'r islohot ilib berishni o'z ichiga oladi degan mushu gaplar ekan buningki. Bu islohot nima qilishida endi biz barliq mushu ayıplashlarning hammini aniqlab chiqamiz. Endi uningki mushu bunday ishlarning har qanday yuz berishiga buningdan keyin bunday ishlarning yana qayta takrorlanishining oldini olamiz degan gap. Shuka bu Dünya Uyghur Qurultayiniki degan gapi asosiy shuka men o'qib chiqdim. Buningda bular ayıplaganlari debdi, shuning uchun bular buni Dolqun Aysoni xizmatdan istifa bersin degan gapni demabdi. Hozir Dolqun Ayso men istifa beray demadi. Bu to'g'riliq bu ish gaplar bo'lmadi, to'g'rimi? Bu bo'lmadi, ammo sen menga bir kichik bir bundaq bir men degan nimani ko'rdimda uni Twitterda. Amerikadagi Uyg'ur majbur emgakni to'xtatish deb bir tashkilot bor ekanda. Endi Uyg'ur Forced Labor org deb ashlamasinikini. Shuningda bir bayonot e'lon qilibdiki, bayonotnikini shuni sizga avatib qo'yganimda o'qib beqing deb onasiga. O'mamda shuningdan nurg'unlig'an Uyg'ur majbur emgakga qarshi nurg'un harakatni Dünya Uyg'ur Qurultayı birlik qiladi emasmi? Birlik qilyapti. Bu tashkilot men bir Uyg'urlarni qurgan tashkilotim esa u g'arblarni qurgan tashkilotga Amerikadagilarnikida. Ashni bayonotni hamda siz o'qigandan keyin qanday bir tushuncha ekanligingiz u bayonot nima debdi? Bu bayonotdan buningki Uyg'urlarga qanchalik cho'ng pasif rol ekanligini bilasizlar. Bu bayonotda sayliq apaganingni men qarab hozir Uyg'urcha o'qiyapman. Dünya Uyg'ur bu ayıplashni Dünya Uyg'ur Qurultayı buningdan keyin bu ayıplashlarni tekshirish va muhim tashkil islohotni yo'lga qo'ydiganligini bilib qo'shildik. Lekin Dünya Uyghur Qurultayı hozir o'zining raisi Dolqun Aysoninki xizmatini to'xtatmadi. Ishki tekshirishlar davomlashyapti. Mushu sababdan Dünya Qurultayı bu sababdan ittifoqlar yetakchiligi komiteti, İngilizce Coalition Steering Committee deydi. Bu mushunda butun mushu tashkilotlar nurg'un qildigan shularningki yetakchilik tashkilot o'rni. Xuddi Xitoyda siyosiy kengash deb qo'ydi-ku, siyosiy kengash deydigan mushular bekitdi buni. Qanday harakat qilamiz bu rahbarlik uni yetakchilik komitida vazifa o'tash salohiyatini vaqtincha to'xtatib tekshirish natijasiga saqlaymiz deydi. Demak, ashlarningki yetakchilik o'rindan yetakchilar tashkilot boarddan
Dünya Uyghur Kurtini hazırgacha chiqarib yetibdi. Bu intayin çoğunda. Endi lekin Dünya Uyghur Kurti yani bunun a'zosi debdi. A'zosi degan bu odatdagi aşa qatnashgan odamning hammasi a'zosi bo'ldi. Aqsham mening bilishimcha shu Uyg'ur Amerika birlashmasining hammasi a'zosi. Bulayliq boardning emasda. Board degan bir tashkilotning siyosatini bekitadigan, nim qiladigan a'zolar bir nechta. Shu a'zoni mana suspended debdi. From the Coalition Steering Committee debdi. Yetakchilik komitet vazifasi o'tash salohiyatini vaqtincha dunyo huquqining salohiyatini vaqtincha to'xtatdik deb. Endi bu nihoyatda cho'ng ta'sir bu. Chunki sen ashada sen bo'lmagandan keyin u bo'ydida Uyg'urlarning emgak shu emgak lager emgak kuchi nimalar deydi sen fikr kirgizolmaysan. Şu salohiyatinde yo'qda hozirgacha masalan ashlarning nurg'un ashadagi hujjatlarning Uyg'urlarning shu qulluq emgakida ishiltish to'g'riliq hujjatlarda Uyg'urlarning kuchliq ovozi bor u yerda. Hozir bu to'xtab qolganki shu ovoz u yerdan yo'qolib ketdi degan. Shunda bo'lgani bu qatnaq bu narsa Uyg'ur davosi cho'ng bir zarba bilan nima bo'ldi degan. Zarba bo'ladi, albatta zarba bo'ladi. Qayta kirishga oson emasdi. Sen buni degan kechiring gapingiz biladi. Buni hal qilishning chorasi ham endi vaqtincha to'xtatib qo'ydik dedi-da endi. Vaqt to'xtatib qo'yganki endi bu vaqtincha degach ma'lum bir vaqt bor ya mancha oy ya mancha hafta degandekda balki bunda bir narsa bor. Endi ashuni yaxshi bir shaklda ashuni hal qilishning chorasi nima deysiz-chi? O meningcha hozirgi tashkil bir nimasi meningcha buni dunyo huquqida men vaqtim so'zlagan Dolqun Aysa darrov istifa berib chiqib ketsa bo'ldi Nuri Turkanda. Istifa berib chiqib Dolqun uni hozir yoshlar o Dolqun Aysa'dan necha saviyalik yoshlar degan yetishib chiqib ketdi. O inglizchani suvdak so'zlaydi. Ashlarning birasi Dolqun Aysa favqulodda darrov rais bo'lish kerak. Mesela saylam o'tkichi, saylamni 10-oyda 11-oy qilamiz deydi-ku. Darrov favqulodda bir raisni saylab, shular orqali ma'lum kirishni bir chiqib ketganki o bir shaxsga aylandi. Dolqun Aysa uningga ma'lum rahbarlik urgan ta'sir yetkazmaydi. Endi bular qaytib bizni o'sha kirimiz deb kirsa bo'ldi. O'sha kirib shu boardningki board o'ziniki boardiki salohiyatni saqlab qolsa bo'ldi. Chunki u boardda Uyg'urlarning ovoz berish bermasligi nihoyat muhim. Chunki u boardda har bir so'zning qanchalik kuchli ishlatilsa, ojiz ishlatilsa Xitoy qarta. O intayin muhim. Har bir so'zlarni qanday ishlatilsa, shuning uchun Uyg'urlarning ovozi bo'lmasa, uningga aqchan oddiy bir mujmal, yumshoq bir so'zlarni ishlatib qo'ysa, xalqaro ta'sir bo'lmaydi. Buning Uyg'urlar bo'lgan zarbisi nihoyat cho'ng deyman. Yani buni hal qilishning birdan bir chorasi sizga Dolqun Aysa darhol istifa berish kerak. Shundaymi? Chunki u yerga rais kirgan gap. Rais kirgan gap. Rais kirgan gap u yerga. Rais kirganki Dolqun Aysa hozir rais bo'lgan Dolqun Aysaning bu narsa qachon isbotlanib, haq nohaqligi chiqishi oylar, yillar ketishi mumkin. Bunlarda buni biz allegation deydiku bu bir ayıplash, lekin bu ayıplashning eng oxiri sotdan chiqqanligicha bu bir ayıplash o'tadi. Lekin bu qanchalik vaqt ketadi? 1 yil ketamdi, 10 yil ketamdi, 5 oy ketamdi, uqmaysa buni. Buni o'zgamcha oldi. Shu oraliqda qanday bo'ldi? Darrov bir raisni bo'lganki, rais darrov kirish kerak. Endi hozir qisman bu gapingizdan endi men faqat riyosatchi siz javob beryapsiz-da endi. Endi Nuri Turkandagi istifa berishlar bu ishlar damali qo'shilganda qilgan bilan lekin ayir so'z qilish fursati mahrum qolib qoldi-da. Endi uning o'ziga bir g'arib chiqqan bo'lgan ekan, ya'ni Uyg'urning dardini Uyg'ur eng yaxshi anglata oladi. Yani ikkinchi qator qurultaydingmi endi Amerikadagi Uyg'ur majbur emgaklarini to'xtatish bir cho'ng bir tashkilot ekanda u mamda odatda coalitionda nurg'un yerdan qolganda bu dunyo xalqaro tashkilot. Yani uningdan Dolqun Aysani ashari bir so'z qilish fursatining borligida bu ishlar mahrum qolib u bir Uyg'ur kirmay olmaydi-da. Kirmay olmaydi. Chorasi endi Dolqun Aysani cho'qim istifa berishi bu narsanikini. Olib ketib debdi endi. Istifa bersa Dolqun Aysa bilan masalan istifa bergandikilar Dolqun Aysa bu dunyodagi Uyg'urlarning ichidagi talashda muzokarada yo'qaydi. U bir shaxsiyninki ishi bo'ladi.
Buni Uyg'ur jamoati xalq orasida bir fikr eqim paydo qilish orqali, buni Do'lqin Aysoga bir adal paranglish orqali buni hal qilishning chiroyli bir chorasi qo'yish orqali o'zimizniki davodagi ashunda nimada xalqarodagi nupuzdan foydalanib, asha bir so'z qilish fursatini qo'lga keltirgan bir yo'l bir nimani qilsak bo'lmasmi buni? Ya endi qarab kimni kirgizsa, uni endi dunyo Uyg'ur desan, xohlamagan odam dunyoda Uyg'urlarning tunilgan Amerika hukumat jihatdan Amerika hukumati bevosita iqtisod yordam qilgan tashkilot. Bu shundoq. To'g'ri yo'q. U degan Amerika uni qancha dunyo nurg'un odamlar pul oladi, har xil sababdan pul oladi. Uni qilgan bir tashkilot, uning raisi uya kirganda bular Sharq Turkistondagi bu majburiy emgak to'g'riliq so'zlaganda birinchi Uyg'ur bo'lmagandiki shu qolganlar hech qanday ishni uqmaydi, tuzuk saplayliqi uya bu yerda olgan xabar orqali so'zlaydi. Uyg'urlarning masalasini keskin misollar bilan so'zlaydi. U yerda bir Uyg'urning odim bo'lmaydi degan so'z bu davo intayin pasbalga tushib qoldi. Shuning uchun masalan Dunyo Uyg'ur qurultayining ijro komiteti bor, bunda vaqtlar bir odam bunda holat tushib qolganda darrov masalan buni istiqbo deb majburlash, agar majbur bo'lsa darrov buning raisligidan ilib etib, sen o'zingning ishni maslahat qil. Uyingdagi bu masalalar sening uyingda, hayotingda cho'ng bir ta'sir bo'ldi. Avval 5-6 oy ishingni bir taraf qilgin. Avval biz Uyg'ur ishi muhim. Bir raisni saylaylik. Deb masalan Dunyo Uyg'ur qurti ishlaydigan mishadmi nurg'un Amerikadagi hamma odamlar Dunyo Uyg'ur qurtining muavin direktori bo'lib keldi-ku oldin qitimda. Inglizcha nihoyat ravon so'zlaydigan. İngilizce ravat so'zlaydigan odamdan birini kirgizish kerakda. Uni saqlab qilish, hozir Do'lqin Aysoning rais emasmi, u muhim ish emas. O'rinni saqlab qo'ysin hozir ayadiki. O'rinni saqlab fikr bet. Dunyoga rais chiqib ketgandilar u. Masalan, hozir hech kim Nuri Turkanning gapini qilmaydi. Nimishqa istiqbo berib chiqib ketdi, u o'zining bir shaxsiy davosiga buningki nim bo'ldi, o'zining ishi, bizning korimiz yo'q. Hamda ta'siri cho'ng bo'ldi. Ayatga Uyg'ur raisdan boshqa odam rais bo'ldi. Do'lqin Ayso chiqib ketsa, bir raisni qilsa, ishlar Mavlanka hozir to'rda dunyo ko'rayotgan qarindoshlar ahvolni mana jiddiy bir masala ekanda, rost gap degan vaqtda biz bu jiqnasini bilmaymiz. Men shaxsan Do'lqin Aysolar hech qanday shaxsiy yetim yo'q. Do'lqin Aysoning ba'zi nim taraflarida kuchlik tanqid qilib maqolalarni yozib kelyapman. Uni men oldinmi deyman, keyindan deyman, go'lani kelib qasam kurashgandim deyman men. Oqdan tanqid qilib olib kelganda mulla mishklab o'tirgan ya qajdigan ishim yo'q meniki. Har qanday Uyg'ur shu. Biz Uyg'ur davosini o'zimiz qutqizishimiz uchun xalqaro bir kichik ovozimizni saqlab qolishimiz uchun Mavlanka nurg'un nimani ko'rsatdi-da. Buni har bir Uyg'ur jiddiy shaklda o'ylash tegishmas ekan ma'nosi. Bugun bu suhbat qilish maqsad hargizim qurultayning obrazini tushirib o'tish yo Do'lqin Aysoni obrazini tushirish mashaqilda emas. Faqat biz betaraf o'rinda turib, mishari bulayotgan masalani echib berish. Masala nima? Bu masala qanday kelib chiqdi? Unda bu masalani hal qilish orqali Uyg'urning ovozini qanday saqlab qolamiz? Hadi Mavlanka niyat yaxshi taklif fikrlarni berdi. Barakan nurg'ulgan aqlli Uyg'urlarimiz bor oramizda ma'nosini shaxsiy o'chmanlik ziddiyat nuqtasidan bir chet qarib qo'yib, millatning o'rtaq manfaatida qanday qilganda eng yaxshi shakllarda Uyg'urning ovozini hozir degandek Uyg'ur majbur emgakini to'xtatish. Bu hozir dunyoda eng mingvatgan bir narsa ham siyosatda. Amerikada bo'lsa, mayli G'arbda bo'lsa, nega bo'lsa, gapimiz o'ngtalgan o'rnining birisi. Manda yerda mahrum qilishimiz hamda Uyg'urniki davosi biroqda chekilib ketadigan gapda buni saqlab qolish uchun hozir yo'lini deblar Mavlankam. Biz buni bir chora qilish uchun qurultayning muvaffaq odamlar bilan ko'rishib, ya bir jamoat fikr to'plamdik, ya xat yozamdik, bir ko'rishib boqadigan bir imkon qilib boqsak buning uchun. Masalan, men vaqtim bir so'zlar ketdim. Masalan, Do'lqin Ayso bilan Nuri Turkarlar u yerda jinsiy parakatchilik bo'ldimi, bo'lmadimi, u jiddiy masala emas. U bir vaqt talab qiladigan masala. Bu yerdagi u masalan, u ayollar bilan bir ish o'tkazdim. Ular jiddiy masala, yoki jiddiy masala, muhim organlardagi Uyg'urlarning o'rnini saqlab qilish. Uyg'urlar berayotgan iqtisodiy manbani saqlab qilish. To'g'ri. Hatto mushlar masalan, hatto Uyg'ur kishilik huquq projektini
Shu vaqtlarda nigaylansa to'xtamdiq, to'xtamamdiq degan muzokaralar bo'libdiki. Hozir endi jastin chiqqandiki, u saqlanib qolgandi, bir muncha odam nim qildi. Masalan majburiy emgak kuchi bunday yerlardagi ovozni saqlab qolishga. Hozir masalan to'lqin mushu bir tekshirishni ostida. Unda bo'lganki, unda yoki sen qanday xizmat qilib, qanday ish qilib gap qilolmaydi. Shuning uchun mushu masala mushta vaqtlarda men masalan o'zimni desam, dunyo huquqini doim tanqidlab turyapman. Aslida bunaqa suhbatning bir dunyo huquqini tanqidlaydigan birini yozgandim, to'xtatib qo'ydim. Lekin ular muhim emas, ular jiddiy masala emas. Jiddiy masala mushtaq bir yerning o'rniga kirib, sen oshningki board member deymizda, oshningki yetakchi guruhga kirish degan bu bir qiyin masala, xil uzun vaqt talab qilgan narsa. Sen buni biroq yo'qitib qo'ysang bo'lmaydi. Buni saqlash birinchi o'rinda tursin. Endi mavo gapingizning vaznini men endi tushungandek bo'ldim. Men tor dunyosida yozilgan yozmalarga diqqat qilmay, o'qiyman, ham kuzatmaychi. Bu yerda bu Turdig'uja degan akamiz Amerikada yashaydi ekan. Men shaxsiy tunimayman, hech bir aloqam yo'q. Faqat torda tunishimiz. Bu akamiz Do'lqinaysa istifa berish kerak deb bir maqoladan birini yozdi. Unda qarab baqsam, o'ziniki dinsizligini yozibdi. Men dinga ishonmayman debdi. Anikani bu Turdig'uch akamiz qancha yoshda ham bilmayman, balki sizning yoshingizdek odamdir deyman. Bu biz o'qigan odam hamda. Ana bu odamninki burun dunyo Uyg'ur qullar kuchli qo'llaydi, hatto Do'lqinaysani qo'llaydi, o'xshashda qo'lda Do'lqinaysa bir odam. Va kuchli qo'llag'uchda. Bu odam turib lakin bu qadimki bu jinsiy paragach voqeasining killa Do'lqinaysalarni qurultayni tanqidlab lakin Do'lqinaysa bevas ispaversin deb hammadan burun inkos qaytargan bu de. Bu o'qib men bu tozaligi ajab odam keskinlik qilibdi bir narsalarnikini deganda hozir men sizning gapingizdan u odamniki gapiniki to'g'ri ekanligini tushundim-da ma'nosinikini. U akamizni ekran taklif qiladigan desam, u odam chiqmadi, men chiqolmayman dedi. Uning keyin ikkinchisi İlham To'xti institutiniki qurg'uvchisi Anvarja akamizmi 2 kun bo'ldi Facebookda yozdi, Twitterda yozdi, uning degan narsani deydi. Do'lqin Aysa bu qatimqi jinsiy parakatchilikka chetib qolgandan keyin men bilgan 30 ming kishilik turklarning cho'ng bir yig'ilish qatnashib emasmi? Ashuna yig'inlarga bormay, o'zini chetga turishi, o yig'inlarga qurultayning muavir raisi boshqa odamlar avatgan bo'lgan bo'lsa, menda xabarlardan aloqa biroz o'zini tortib turish foydasi bo'ladi. Ikkinchisi Do'lqin Aysa ciddi şekil istifa berish o'ylash kerak. Bu Uyg'urlarniki xalqarodagi qo'rish intayin muhim deb bu odammi hamda koni chet ellar siyosiy da'vo qilayotgan odamlardan birisi. Anvarja akamizmi? Yeshmo sizdan taqdim etgan odamlar bu 60 ni ishib ketgan 70 yil qolgan odamlarda bularni bir yiroqni ko'rib da'vatgan gaplarda bu ikkisining nimasi menga jiddiy shaklda nim bo'ldi. Diqqatim chekkanda bular nima ko'zlab da'vatganligini men tozalik tushunamadim-da. Shuning men bu to'g'risida boshqa nima qilmadim. Shu ekranga chiqib so'zlab baqaysam, ikkisi ekranga chiqmadi. Men siz bilgan kishidan da'vatgan gapingizdan buni nihoyatlik vazni va ashad Uyg'urning ovozi saqlab qolish intayin muhim ekanligini his qildik. Endi qolgan to'rda meni ko'rayotgan qarindoshlar qolgan inkos shakllarda ya bir desa, ya bo'lmasa biz qurultayga chiroyliqcha buni bo'g'iliq ish bo'ldi. Chiroyli xat yozish orqali bu shaklda jiddiy o'ylashib, qanday qilganda ashadagi Uyg'ur majbur emgakni cheklash aşağı mudiriyatning ishidan Uyg'urning bir Uyg'urning o'rnab qilib, Uyg'urning ovozini Uyg'urga anglatigan manda imkon saqlab qolishga bir kuch chiqarish uchun buni bir xat yozmay qilib baqsa qo'ldikancha bu narsalarni haqini tanqidlash, bir nima qilish emas, chiroq taktik fikrlarnikini. To'g'rimi Mavlana gapim? Ha, to'g'ri unda qilsam, turdi bo'yicha biz bu Amerikadagi peshqadam hamda davlat da'vogarchilik bu biz burun bunun keyin 30 yil bu o'zi bir chemistry, ximiya tadqiqotchisi bir shirkatniki uzun yil ishlayotdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining ikkinchi qaror raisi bo'lgan bu. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi bo'lgan, o'zining saviyasimi yuqori buningki. İngilizcini yaxshi yozadi, ingliz saviyasimi yuqori buning. Bu nerede? Virginia turamdı, Maryland'da turamdı bir aşağı ya ya turda o nayte onun seviyesi yuqori burunqi dastlab bo'lgan azaldan degan narsa shuning uchun buni asos qilgan yeri o'shanda parakanchilikka yo'lma do'qinida yana bosinmaydi sen bundaq bir sening bishingga bunda bir qalpoq kiyingan yerda sen bir yaksab tushsang haq sening nima so'zingdan qadar eng bishtaq bishingda qalpoqni ko'rdi. Men bizning idoraga borsam, bizning idora ishlaydigan bir ayol bor, bir kuni ikki qo'liga yo'g'on halqini taqab ketdi.
Unda ko'rish voyjama halqan nimanda yo'g'on desam, attiga oldirab ketib, yuzlarimcha grim qilamagandim, men yo'g'on olqidan ikkini taqib oldim. Shu haqlar meni ko'rsa diqqatimga halqa qarab, ko'zimni, yuzimni ko'rmaydi deydi. Şunun o'xshashda bir diqqatni chechishda bu To'lqin Aysa mayli sahnada chiqsin, nima so'zlasin, hozir Uyg'urlar bo'lsin, chet elliklar bo'lsin, buni ko'rgan zaman birinchi bo'lib qolsa keldigan ish shu jinsiy parakatchilik. Bir viviskidek turda tamush ish bu. Rossiya xalqi hozir eng oxiri chiqadi, to'g'ri? Men o'zi iqro qildim. Bu chiqdi. Nuri Turkiya bundan qaragan najiq aqlliq keldi. Chiqdi, etmasdan chiqdi. Bizde qonun qonun o'qigan, Amerikaning qonun sistemi yaxshi biladi, chiqib ketmasa, qanday ziyon bo'ldiganini, Uyg'ur ziyon bo'lgan bir darhol chekindi-da aqamda. Chekindi, darhol chekindi, To'lqin dexe chekinmadi-da, u yerda ashada aqchan saylanbog'ich turman demdi. Buni ham ular mushningda Amerika Uyg'ur birlashmasi nima, Dunyo Uyg'ur qurtining board memberlarining qanchalik ojizligini biladi-da. Qanchalik ojizligini men mush masala kelgan bir qaror chiqdi. Deymizga men sen gayet o'tirib men qurultayni tanqid qilaman-da. Tanqid qilma, qurultay o'chamas. To'lqin Aysani tanqid qilma, To'lqin Aysa o'chamas, hech shaxsiyatim yo'q. Narsanikini. Shu bulayotgan ba'zan kurayotimizda haqli diqqat qilmaydi. Men analizchi Gollandiya 9 yilda analiz qilib ishlayapman biokimiya sohasida. Bo'lgandan keyin men bu analiz qilish metodidan bularning nimadir analiz qilib, ba'zi yolg'onchilik, ba'zi saxtlikdan oshkor ichib beryapman bu narsanikini. Men bir metodni bilaman. Analiz qilish metodi. Shu metod qilib analiz qilaman. Endi hozirgi bu masalani biz jiddiy shakllarda hal qilmasak, hozir degan gaplarning hammasi siz dedingizda hamda bu har bir kurayotgan Uyg'ur atrofga taqtayli, xalqning shaxsiyatiga nimasi kirmay, millatning o'rtaq manfaatini hamma qani saqlab qola olamiz degan ma'nos shaklda jiddiy bir o'ylanmasa qolmaydi ekan-chi bir narsanikini. Bu birisi. Ikkinchisi Halo? Halo? Mevlaga siz xizmat to'g'risida bir ayolning yo'g'on halqa esib qo'ygan nimasini deb berdingiz emasmi? Men xizmatim to'g'risida kichkina bir narsa deb berayda. To'xtab tura bir. Halo? Va alaykum assalom. Men birdan turib so'zlasam, hozir ekranda va ekran intervyu qilyapti. Nimani? Ovozi qo'yib Nimani to'xtabdi. Hozir nima Dunyo Uyg'ur qurtini qaytadan akirdimi aviyaga? Sizni Uyg'ur Amerika birlashmasi bor ya, to'g'rimi? Bo'ldi. Okay, very good. Okay. Bo'ldi. Bo'ldi. Ma'qul. Men birisi shu ishkirdan bizningki suhbat beribdi. Oyliq dunyolik Abay degan yetakchilik guruhiga hozir Uyg'ur Amerika birlashmasi bakaviga kiribdi. Dunyo Uyg'ur kirmabdi, istiqbolamganki Uyg'ur Amerika birlashmasi kiribdi. Bu yer kirdi degan bir Uyg'ur ayol o'rnabdi. Undan xotirjam bo'lsa bo'ladi. Bu yer bir Uyg'urning ovozi bor, endi Uyg'urma İlfidar kiribdi. İlfidar Ablekin Baki, merhum Ablekin Baki'nin qizi bu naytim bir mustaqil chiqib, uya kiribdi. Bu ishlarda Amerikada nayt aktiv Uyg'ur davosini ip ketib qolgan a'zolarimiz bor. Bu yer kiribdi, Dunyo Uyg'ur tek kirmabdi, istiqbolamga kirmaydi. Yana birisi ham xizmat o'rningizda bir ayolning halqa esib kelgan narsa dedingiz emasmi? Albatta sizlarning mashallah jinsiy parakatchilik qilib maxsus kurs o'qiymiz, u bu degan deb berdingiz. Mushni anglab, mening xizmatdagi mening beshim kelgan bir ishni deb qoldimda, nurg'oy odamlar Yevropa ishlashlariga diqqat qilmaydi ekanmiz-ku. Bu mening beshimda o'tgan bir ish. Boshqalarga bir ibrat olib qolsin-da, bu nima ish deganda men doktorxona patologiya bilimida ishlaydim. Bizning bo'limda bir 4-5 er kishi va qolgan ko'pincha ayollarda hamda. Har 2 soat bir qahva ichga o'tirib paranglashimiz, u yerda bu yerda darhol parang bo'ladi. 2 yilning oldi bo'lg'achda shundan oldi keras. Va Gollandiyada yangi bir hokimiyat tashkillanib, qarasak o nimada ministerlikda yerimida taxminan yerimni
ayollarkanda men mavaqch Gollandiyaga kelib o 17 ministerning 20 ayolni ekanligini tunji qatim ko'rishimda men uni aslikini. Shuni gaplarkim qahvashkash bunda gez qarasamlar, gez yo'g'on bir sayfsizda qatta ministerlarni sanatmanda berish kitap Golland sanatlarkim ojo 17 ministerniki 20 jiq ayollar kam deb sanatmanda aşağıda. Degan gapim mush bir qiz degan. Shuning bilan bu gapni nima qilib ketgan atrof ayol shunda bir qarab ketdi, senchi ayollar ministr bo'lsa bo'lmamdikan debdi. Shuni chiroyi qarasam boshqa men gapni o'zgartirdimda, voy ministr bo'lsin bo'ldi, masalan Finlandiyaning bosh ministri ayolg'o, Germaniyaniki ayol bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan deb chiroyi o'zim oqladim-da bu narsanikini. Gipon uzuytay, ma gipon ma hikoyamiz chechilib ketmasin, sen oyoq hikoya desan yomon chechilib. Bir marta tugaydi-da. Bir desan bo'ldi bu gaplarni bunda uzun hikoya. Buni suhbatliklar idorani chaqirdi bizdan boshlayaq. Chaqiriblarki, bu yerdagi sen bu narsaga ayollar to'g'risida bir kamchiqroqda gap qilding sen deb turib oldi. Ya men kamchiqroqda gap qilib baxmadim, faqat mushu o'qigan narsa o'qimanda deb hisoblayman desam, ma Gollandiya cheklangan dedi-ku ma gap. Manda gap cheklangan xizmat bilan ekstrasida buni diqqat qildi-da, ma'qul deb gapni so'radim hammasidan. Chiroyli bir chokolat binasiga kirib aşağıda bir opsiya bir nima qilib berdim, shuni tugirichi ma ishlarni hammasi oldiga gapni so'radim. Bu aloqa diqqat qilmas bo'lmaydigan bir nuqta ekan eskartib qo'ydim. Bunda gaplan deganda qisqa mazmunda hikoyaga aylantirib yetib qolsak bo'lmaydi. Shuni olib bugungi suhbat asosida mishiyada tugidi boshqa qo'shimcha qiladigan yeringiz bo'lib qolsa qo'shimcha qilaylik. Men butun to'rlarni angladimda. Men bu Uyg'urlarda haqiqatan masalan to'rlardagi xalqlarning savollarini hammani anglayman. Men deyman-ku, Xudoyim alhamdulillah Xudoyim menga bir kunni 72 soat qilib beribdi-ki, hammaga vaqtim chiqdi. Meni zot vaqtim yo'q, vaqt bo'lmagan. Butunni hammasini anglayman. Bomda masjidga borman, jugurayman, o'qiyman, har kuni 100 bet kitob o'qiyman, material o'qiyman, hammasiga vaqtim chiqdi. Men birinchi Uyg'ur to'lqin Uyg'ur uchun xizmat qildi, shuning uchun uning bu xatoligini kechirish kerak deydi. Va birinchi xalqlarni tarqalgan. Bu degani to'g'ri, Uyg'urlar ichida kechirish bilan ma tashkilotlarni istiqbol berish bu ikki masala. Sizlar kechirim qilsanglar bo'ladi. Lekin uni masalan nim deb kechirim qilsizlar uni. Bu kechirim. Mushini kechirim qilish endi bir ashinaga parakatchilik qilganni kechirim qilamdik. Men ashlarga nurg'ullarga ashlar dedim. Masalan ashinda ish sizlarning ayolinglarga, qizlarga kelsa kechirim qilamsizlar. To'lqinning qilgan xizmatini qabul qilish, ixro qilish, mukofotlash bilan manda xatoliklarni kechirim qilishga bo'lmaydi. Bu rahbarlarning ichida. Masalan, Uyg'urlarning ichida bu ishlar men boshda deb ketdim, xeyli jiqdimi, lekin To'lqinning bu ishi xalqaro olishib ketdi. Buningdan Uyg'urlar To'lqinni darrol shaxsiylashtirishga, uni xizmat istiqbol berib, o'tib uni shaxsiylashtirish kerak. O eng yaxshi kechirim qilgani. Bu bir. Bu ikkinchisi mushundaq degan ayollarmi bor-da. Ayollarmi bor. Men ahli hayron qoldim-da bu mush ayollarga sizlarga berib ashta chaqchaq qilsa, ashunda benormal harakat qilsalar qabul qila olamsizlar deyman. Uyg'urlarda texi bir xil noytiliqi, ansaviyat uyat emasdan masalan uni istiqbol berib chiqib ketgandan keyin nima qilsa o'zining ishi, o shaxsiy ishi aralashmaymiz vaqtida. Uning o'zining ishiga aylanib ketadi. Hozir rais bo'lgandan keyin bu bo'libmi dunyo huquqining raisi bo'lgandan keyin dunyo huquqida Uyg'urlarning hamiyat siyosatini asosiyatdan siyosatni yugurib yurgan tashkilot bo'lgandan keyin uning ishi hamma Uyg'urniki obro'yga, harakatiga cho'ng ta'sir yetkazdi. Shuning uchun bu masalani mayoqdan tushunish kerak. Uningdagi masalan Nurg'ullarda aytgan To'lqinlarga tushib ketsa o'rniga kim chiqadi deydi. Bu bir yillik Uyg'ur millatiga bo'lmagan noytiliqi, buga ishonchning kamligini ko'rsatdi. Voy chiqdi, yoshlar degan Amerikada mı chiqyotdi. Burun dunyo Uyg'urga tushib ketgan hozir yoshlar chiqqanki shunda ishlayotmamdi, xalqaro yoshlar yetishdi. Sen o'rinni bekalsizlar, uning o'rniga chiqilgan bir odam bor. Chiqib bo'lgandan keyin tuan tarafdan ash odamlarga yordam qilman desa, To'lqin masalan, "Bo'shlar manda qil, faloncha manda so'zlardan maslahat bersa bo'ladi." Bu bir masala bularning masalan men boshda so'zlab o'tgandim, diqqat qilsanglar bo'ldi. Bu masala noyati To'lqin bilan Nurining masalasining farqi bor. Nurining qonuniy javobgarligi yo'q. U ayolning yozgan o'z maylimiz bilan bo'lgan deydi. Shuning uchun
Nuri'nin Amerika kanun oldida javobgarligi yo'q, ikkisi lekin axloq jihatga obro'y bor, shuning uchun shirkatlar buni o'zi istibo berib chiqib ketgan shuning uchun. Endi bo'lsam bo'lmaydi. Qaragandan shu masala asli keladi-da. Endi bundaq bir masala bo'lgandan keyin bu oilada o'zining ideyasida, o'ylashlarida bir yurist parakentchilik mayad bo'ladi. Bo'lgandan keyin bir mazgil o'zini tangshash to'g'ri keldi. Bu yerda Nuri aqlli qildi. Masalanga nurg'un ayollar Uyg'ur madaniyatiga to'g'ri anandaki yana bir umumyüzlükdə bu Xitayның casuslары qilgan ishmi deydi. Biz so'zlab o'tgandik oldingi savollarim dedimi? Xitayning jasusi bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Xitoylar go'zal hilesini 36ning biri go'zal hile. Xitoy ishiltidi buni. Hile qizning ismi nima edi? Yana esimdan chiqib ketdi. Asmagulmi deydi-ku, meni Xitoylar jasus deydi. Men uningga yo'q yo ha deb javob berolmayman deydi-ku. O o'zi haqlarni tushunsa, yo'q desam ishinamdi, ha desam ishinamdi deydi. Haqiqatan lekin bu masala muhim masala emas. Vaqa badi. Nimo sen Xitoyning jasus o'ynabdi, yelisiga chiqib ketsa degan bu sotga borsa bularning hech qanday roli bo'lmaydi. Ma ish bo'ldimi, bo'lmadimi deydi. Ma ish bo'ldi degan bu haqiqat. Shuning uchun bu yerga borganda qonun oldiga borganda bu masala endi to'lqin odam ishda ko'sa darul dunyo Uyg'ur kulturini shunda bir yer qilsa bu masala har qanday odamning qalbidan chiqmaydi. Buning oldini olish kerak. Darul yangi bir raisni saylab chiqib qutqizgan yerdan qutib buningdan keyin yana qanchalik qaysi tashkilotlardan, Amerika hukumatlaridan, xalqarodagi nurg'un Gollandiya, Germaniya, hamma yerlardagi tashkilotlardan Uyg'urlar qanchalik mushu vaqa to'g'riliq ziyonkashlik keldi, texi buni mo'ljarlamadik biz. Bu qanchalik ziyonlar akildi. Bularning oldini olish kerak. Bu hozir uqmaymiz. Germaniya tashkilotlar bor, hamma tashkilotlar bor, to'g'rimi? Bularning oldiga to'lqin hisob berib, hozir bundaq rais berib, ko'ngli to'q ikki xil gap qilolmaydi. Endi bulan qarab, bular dunyo Uyg'urlikda bo'lgan ko'z qarash qanchalik o'zgardi. Buningki qo'llashlari qanchalik o'zgardi. Bular to'g'riliq deb hech qasimiz mo'ljalligimiz yo'q. Shuning uchun mening fikrim mishagichi bo'lsin, ukaman tugdi. Boshqa savollarmi tugidan asosga shu Facebookda nima bo'lgan narsani bir qor dishto qani birdan Nuri Turkiyaldek o'ziniki millatning o'rtaq manfaatini qo'g'dab qilishning eng yaxshi narsa zatosh istiqbol deb shu apardingizda bu narsani. Chunki buni sizga leksiyaringizda dedingiz buni ilgirki dedik Anvarjon akamizdan to'rdig'ujimiz ikkisining bu o'tirgan nimasi o'xshashda hamda. Chunki bular hamiz g'arbda o'qigan sesimni yaxshi biladi, g'arbni qimmat qarash yaxshi biladiganlarniki bu chiqqan bahos bu bo'lgandan keyin bizning boshqa gaplashishimiz yo'q buningda. Şimdi men bilib ketmayman nurg'un ishlarnikini. Qolgan xalqlar nima deydi, to'g'ri aytsalar qurultaymish program ko'rgandiki balki ular boshqa o'ylash mumkinmi? Qolganni shularning o'ziga voy qilib qoldi. Rahmat Mavlon kamsiz. Bu leksiya dedim, bu leksiya emasmi? Men faqat fidoyining ekranida leksiya so'zlayman. Bu bir ikkimiz choyxona bo'lgandan keyin bu night yaxshi ko'rsa choyxona bo'lgandan keyin o'zaro param. Qarang shu. Boshqa yana qarindoshlarmi, boshqa akalarmi ekranga chiqsanglar chiroyli o'tirib paranglashmaymiz. Herkes xalqning shaxsiyatiga, xarakteriga to'g'ri so'zlashmaymiz. Bulayotgan jiddiy masalalar haqida suhbat qilamiz. Qancha nimalar bo'lib qolib qolsa, chiqadigan bo'lib qolib qolsa, yaxshi temalar asosida so'zlash orqali xalqimizni ma'lum bir narsani bilasiz, yaxshi bir tushunchaga ega qilaylik. Bizning bu program o'rlashtirish maqsadimiz shu. Xalqimizni ham shu jinsiy parakanchilik haqida bir tushunchaga qilish, shunday qilib bulayotgan shu Uyg'urlarniki siyosiy bulayotgan bo'lgan siyosiy patroqchilikda hozir hamma ish bor-ku Facebook'da nima deganda. Shu qanday qilib to'g'ri tushunamiz bu narsalarnikini. Buni xalq qanday o'ngiltimiz, mush maqsad qilib qildik ma'nonkida. Boshqa fikrlar qolib qolsa inkas shaklda yozsanglar bo'ladi. Ko'pdan ko'p rahmat Mavlonga, qolgan yana klar qatorliq boshqa temani ko'rishamiz, nima? Bo'ldi, assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Rahmat taqdir bilan qarindoshlar, Allohga emanet.